Sovg'alar berish va qabul qilish va biznes mehmondo'stlik tadbirlari tashkil etish va ishtirok etish. Vakillik xarajatlarini amalga oshirish bo'yicha siyosati. Jamiyat ishchi xodimlariga umumiy bayramlar, Yangi yil, Xalqaro xotin-qizlar kuni, milliy bayramlardan Hayit, Navro'z va Mustaqillik. Kasb bayramlari, Metallurglar kuni, shaxsiy faoliyatidagi muhim hodisalar, yubiley, tug'ilgan kunlar va boshqa munosabatlar. Ish faoliyatidagi yutuqlar doirasida sovg'alar berilishi qo'llab-quvvatlaydi. Jamiyat bitta xodimga sovg'a uchun sarflaydigan xarajat summasi har bir holatda sovg'aning umumiy qiymati, barcha soliqlar va yig'imlarni hisobga olgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari miqdoridan oshmasligi kerak. Shu bilan birga, jamiyat tarkibiy va hududiy bo'linmalarining bitta xodim boshqa xodimga sovg'a uchun sarflaydigan xarajat summasi har bir holatda bitta bazaviy hisoblash miqdoridan oshmasligi kerak. Sovg'alar berish va qabul qilish, biznes mehmondo'stlik tadbirlari tashkil etish va ishtirok etish, vakillik xarajatlarini amalga oshirish bo'yicha shubha tug'ilgan har qanday holatda jamiyat xodimlari compliance xizmatiga maslahat so'rab murojaat qilishingiz mumkin. 1707-90 kodi bilan 998-67-20, 71 kodi bilan 514-19-17, compliance kuchukcha o'zbekistil.uz, umk pastki antikorbot. O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati ishonch liniyasi aloqa kanallari orqali compliance xizmatiga xabar bering. Korrupsiyaga qarshi birga kurashamiz.